17ga kirgan. O'sha jentira olish kerak. Mashinani yaxshi ko'radi. Hozir zamon rivojlanib, dunyoviy matohlar zo'r bo'lib ketyapti-yu. Deb qarasa iPhone, mag'it jentira, 3 ta 7 nomer. Pul kerakmi? Qarasa pul yo'q. Yaxshi tomdan sakrab, ko'ti bilan bir tushdi, miyadan alp ham chiqmadi. Ilm o'qimagan. Ketdim deydi. Shun bilan 14 yil yo'q yigit. Safarga chiqib ketdi. O'sha jentirani olaman, o'sha iPhone'ni olaman. Ko'ryapsizmi? Bizni yutqizishimiz sekin minus olib ketib qolyapti. Yutqizishimiz nimada bo'lyapti? Bolalarimizni yosh avlodni o'qimasligida. Bugun yosh avlodni telefon, internet yeyapti hayotini. Yoshlar agar mabodo dardingiz telefon, dardingiz internet bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingiz uchun bilib qo'ying, umringizni yeyapti telefon. Siz o'zingiz hozir bilmaysiz buni, yeyotganini. Poqqat og'anagandan keyin bilasiz. 20 dan keyin o'tasiz, uylanish kerak, xotin, uni paltosi, uni dorisi, uy-joy, ha? Ana o'shanda bilasiz. Ana o'shandagi pushmon endi po'zna bo'ladi.